Assalomu alaykum. Hayit ayyomlarida trenddan tushmaydigan, dasturxonimizda faizi ko'rki bo'lib turadigan, chiroyli chiqadigan burama bo'g'irsoq retseptimni pullik onlayn darsimni bugun sizlarga sovg'a uchun tekinga o'rgataman. Buning uchun kanalimga obuna bo'lib, videoga bitta layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Xamirini boshlaymiz. Idishga sut bilan suvni quyib olamiz. 1 choy qoshiq tuz solib, 1 dona tuxumni ham chaqib solib aralashtirib olamiz. Eslatib o'taman, suv bilan sutimiz iliq haroratda bo'lishi kerak. Masalliqlarning to'liq miqdorini videoni tagida ham yozib boraman yoki описаниеga kirib ko'rishingiz ham mumkin. 230 gramm margarinni mikrovolnovkada eritib olib, suyuqligimizga qo'shdim. Endi elangan unni solib, 1 choy qoshiq razrıxritel qo'shdim. Aralashtirib olib, xamir qorishni boshlaymiz. Unni birdaniga ko'p sovormaymiz, xamirimiz qattiq bo'lib qolishi mumkin. Kam-kamdan solib xamir qorishni boshladim. Menda hammasi bo'lib 850 gramm un sarflandi. Qariysiz, keraklicha ishlatib, xuddi shunaqa yumshoqqina xamir qorib olasiz. Yaxshilab mushlab olgan xamirimizni stolga olib, ikkiga bo'lib oldim. Ikkita zuvala yasab, salofanga o'rab, xolodilnikka yarim soatga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Margarinli xamir bo'lgani uchun xona haroratida qoldirsak, o'zidan yog' ajratib, xamir yumshoq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun xolodilnikda yarim soat tindiramiz. Tingan xamirni yoyishni boshlaymiz. Un sepib yoyamiz. Qo'limiz bilan birinchi ozgina kattaroq qilib olib, keyin uxlov yordamida yoyib olamiz. Aynan shu burama bo'g'irsoq retsepti uchun oliy navli undan foydalansangiz, har qavatlari ochilib, xuddi o'zidek o'xshab chiqadi. Xamirimiz kichikroq paytida unni ko'proq ishlatsak bo'ladi. Kattaroq yoyilgan paytida unni kamroq ishlatishga harakat qilamiz. Sababi hali pishirish jarayonida yog'ni tagiga unlari o'tirib qolishi mumkin. Shuning uchun unni kamroq ishlatamiz. Katta yoyilgan paytda mana keraklicha iloji boricha yupqa qilib yoyishga harakat qilamiz. Videoda ham ko'rsatib o'tdim. Xamirimizni stolga katta qilib yoyib olib, ichiga sariyog' suramiz. Aynan sariyog' suramiz, sababi foizi baland bo'lgani uchun mana 82% sariyog'ni mikrovolnovkada eritdim. 80 grammi yetarli bo'ldi. Qariysiz 80 yoki 100 gramm yetarli bo'ladi. Bemalol hamma joylariga bir xil qilib surib olamiz. Sariyog' surib bo'lganimizdan keyin ozgina oshxona eshigimizni ochib qoldiramiz. Ustidagi sariyog'lari ozgina qotishi kerak. Qotganidan keyin uxlov bilan o'rab olamiz. Har bitta zuvala uchun aytganimdek 80 gramm sariyog' surdim. Ikkita zuvalaga 160 gramm sariyog' sarflandi. Uxlovga o'rab olganimizdan keyin o'rtasidan pichoq bilan kesib chiqamiz. Uxlovni olib tashlab, endi bo'lakchalarga kesib olamiz. Bo'lakchalarni barmog'imizni o'lchamida kesib olamiz, lekin juda ham katta kesib olmaymiz, sababi miqdorida razrıxritel bo'lgani uchun qovurish jarayonida ham ozgina ishadi, shuni hisobiga ingichkaroq kesamiz. Aytganimdek, yoyilgan xamirga sariyog' surib, quritib olsangiz, xuddi shunaqa kesgan paytingizda sariyog'lari ajralib chiqmaydi. Hozir o'rash jarayonimizda ham qo'llarimiz moylanib ham ketmaydi, bemalol o'rab olamiz. Burash jarayonini ham ko'rsatib o'tdim. Bu yog'i juda ham oson. Bitta qo'limizda ushlab turib, ikkinchisi bilan xuddi konfetni qog'ozini o'raganga o'xshab
burab aylantirib o'rab chiqamiz. Hammasini shunaqa qilib tayyorlaymiz. Ikkita uchtasini ko'rsatib o'taman. Birinchi zuvalamizni bitirganimizdan keyin endi buni laganga terib olamiz. Muzxonaga 1 soatga qo'yib olamiz. Ungacha ikkinchi zuvalamizni ham yoyib, xuddi shu jarayonni takrorlaymiz. Keyingi zuvalamiz yana ham tezroq yoyiladi, chunki ko'proq tindi. Buni ham xuddi shunaqa qilib, yupqa qilib yoyib olib, sariyog' surib, uxlovga o'rab, bo'lakchalar kesib, buni ham xuddi shunaqa qilib tugib olamiz. Bo'g'irsoqlarimizni pishirishni boshlaymiz. Gazga qo'yadigan chuqurroq idish yoki qozondan foydalansak bo'ladi. Taxminan 700-800 millilitr atrofida yog' quydim. Yog'ni ozgina qizdirib olib, olovni pasaytirib, muzxonadan olingan bo'g'irsoqlarni solamiz. Ko'rsatib o'tdim. Tarelkaga urib, tovushini ham eshittirdim. Muzlagan bo'g'irsoqlarni yog'ni ichiga solamiz. Kovlamaymiz. Solganimizdan keyin bo'lmasam qatlari ochilib, formasi yo'qoladi. Ozgina ranglari o'zgarganidan keyin joylarini o'zgartirib kovlasak bo'ladi. Bitta solganim o'zida 25 ta bo'g'irsoqdan solib pishirdim. Olov baland qilvormaymiz. Agar olovimiz baland bo'lib ketsa, ustilari tez qizarib, oralari pishmay qolishi mumkin. Pastroq olovda pishirsak, shunaqa singib, ichlarigacha singib pishadi, chiroyli bo'lib. Mana endi chovla bilan suzib, yog'lardan ajratib, salfetka ustiga olib olamiz. Hammasini shunaqa qilib pishirib olamiz. Bitta zuvalani pishirib bo'lgunimiz uchun ikkinchi zuvalamiz ham muzxonada muzlab turgan bo'ladi. Uni ham pishirib olamiz. Endi siropiga kirishamiz. Sirop tayyorlash juda ham oson. Oldingi videolarimni kuzatgan bo'lsangiz, xuddi chakchak videoyimda ham xuddi shunaqa siropdan foydalanaman. Gazga qo'yadigan idishga 300 gram shakar soldim, 200 millilitr suv quyib, qaynatishga qo'ydim. Qaynab chiqqanidan keyin 250 gram asalni solamiz. Aralashtirib olamiz. Olovni pasaytirib, qaynatishga qo'yamiz. Agar toza asaldan foydalansangiz, 15 minut past olovda qaynatsangiz yetadi. Agar do'kondagi sun'iy asal bo'lsa, suyuqroq asal bo'lsa, 20-25 minut qaynatamiz. Ichiga limon kislotasi soldim. Choy qoshig'ini uy ichida yoki limon bo'lagidan solib qaynatishingizga bo'ladi. Bo'g'irsoqlarni siroplashni boshlaymiz. Kattaroq idishni ustiga chovlani qo'yib olib, taxminan 15 tadan bo'g'irsoq solib, issiq siropimizni bo'g'irsoqlarni hamma joyiga bir xil qilib quyib olamiz. Ortiqcha siroplari tagidagi idishga ajralganidan keyin tarelkalarga yig'ib olaveramiz. O'zingiz xohishingizga qarab tarelkalarga patnis yoki laganga terib olishingizga bo'ladi. Ozgina o'xshamay qolgan joylari bo'lsa, o'rtalariga terib, atroflariga chiroyli o'xshab chiqqanlarini terib olamiz.
Siropimiz barakali bo'ladi. Xuddi shu retseptimda tayyorlasangiz, hamma bo'g'irsoqlarga bemalol yetadi. Mana ko'rganingizdek, endi tagidan ortilgan siropni ikkinchi idishni ustidan quyib olamiz. Borgan sari siropimiz ham quyuqlashadi, sovigan sari. Shu masallig'imdan 6 ta tarelka to'la bo'g'irsoqlar chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Shu retseptim asosida ko'pchilik qizlarimiz zakazlarga tayyorlashyapti. Ularda o'xshab chiqayotganidan, ular daromadga kirganlaridan juda ham xursandman. Burama bo'g'irsoqlarimiz deyarli tayyor. O'zingiz xohishingizga qarab ustilarini bezatishingizga bo'ladi. Men maydalangan fistashka bilan ustilarini bezatdim. Bugungi videoyim tayyor. Agar tushuntirib bera olgan bo'lsam, sizga yoqqan bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'laman. Albatta tayyorlab ko'ring. Dasturxoningizni fayzi ko'rki bo'lib turadi. Bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni tagida opisaniyada yozib qoldiraman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Sizlar uchun eng ishonchli, eng original retseptlarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.